Kamera xolodilnikimiz bor. Eniga 120, uzunligi 220 bo'ladi. Tepadan pastga 215, AZN firmasiniki. İçlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Narxlariga kelsa, narxi $2,500 va hamda 1 metrga 2 metrli vitrina shkaf deydi. Tepadan pastiga 215 bo'ladi. AZNniki bo'ladi. Narxi $1,500 dan. Bundan ikkita dona bor va hamda vitrina xolodilnikimiz bor. Uzunligi 2,5 metr bo'ladi. Bu ham AZNniki. Narxi $750 dan. Bundan ikkita bor. 70 ga 180 stol xolodilnikimiz bu mramorniy bo'ladi. Narxi $700. Bunisi esa 60 ga 120 bo'ladi. Buni narxi $400 dan. Va hamda 60 ga 140 buni narxi $450 dan ikkita bor bundan va hamda bunisi esa mramorsizligi $600 bo'ladi. Hammasi minus plyusga ishlaydi. Undan tashqari stelajlarimiz bor, ko'ryapsizlar, 1 million so'mdan qilib beramiz. Va hamda moykalarimiz bor. Mana misol uchun bittalik moykamizning narxi 1 million so'm, ikkitalikniki 1,5 million va hamda vannay moykamizning narxi 1,5 million so'm. Undan tashqari sushilkalarimiz bor, ko'p narsalar bor. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Artel xolodilnikimizning narxi 3 million 800 ming so'm. Мясорубкamiz 12 talik bo'ladi, yangi narxi 1 million so'm. Wok narxi $200 va hamda 330 litrlik Artel xolodilnik morozelnikimizning narxi $300 va hamda bunisi berk bo'ladi, 400 litrlik bo'ladi, narxi $350. Marmitimiz turetskiy bo'ladi, pimakki bo'ladi, narxi 1 million 800 ming so'm. Undan tashqari gamburger apparatimiz gazda ishlaydi, narxi $200 dan. Undan tashqari professionalniy namtechnitsalarimiz bor. Buni narxi har bitta komplekti $150 dan. Undan tashqari marmitimiz bu ishlatilmagan sensorli bo'ladi, narxi $100. Tak, professionalniy blenderimizning narxi nech pul edi? 1 millionmi? 1 million so'm va hamda kassa apparatimizning narxi $100. Restoran, kafe va hamda fast foodlar uchun polni aksessuarlarimiz bor. Bittadan ko'rsatib o'tamiz. Narxlari kerak bo'lsa, kelib ko'rib olib ketaversanglar bo'ladi. Rahmat, sog' bo'linglar.